Va nihoyat jonajon qishlog'imga qaytdim. Nimaga bu yerda hamma narsa o'zgarib ketibdimi? Meni uyim qani? Meni uyim qayoqqa yo'qoldi? Janob mer. Hammaga xayrli tong do'stlar. Mening ismim Mambet va yangi videoga xush kelibsizlar. Bilasizlarmi, men bugun juda ham katta ish qilmoqchiman. Aynan. Bugun biz fermerchilikni boshlaymiz. Ha, do'stlar, birinchi navbatda albatta hozir uyimizni isitishimiz kerak, chunki kechasi bilan men albatta ko'rpa tagida uxlab chiqdim, ammo baribir ham sovuq va kelinglar do'stimizga beramiz. Mana, salom jichil. Salom, katta rahmat. Unutmabsan? Ha, unutmadim. Tak. Endi esa biz bu yerda ishimizni boshlashimiz mumkin va bizning fermerchilik karyeramiz boshlandi. Bugundan boshlab biz rasman endi fermerimiz. Bugundan boshlab biz ekishimiz mumkin va fermadan foyda qilamiz. Formada buni sindirib berish kerak. Do'stlar, mana bu yerda albatta katta pul qilishim mumkin. Xushomad. Ishonchim komil. Lekin men uyimni ham kattalashtirmoqchiman, chunki sizlarga aytsam, bu yerda yashash qiyin bo'lyapti va undan tashqari do'stlar, ishimiz yaxshi ketyapti. Shuning uchun ham yaqin orada o'ylashimcha, uyimizni bir qismini arendaga ham berishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham bu tarafda men kattalashtirishim kerak. Ha, do'stlar, bugun biz uyimizni arxitekturasini o'zgartiramiz, planirovkasini o'zgartiramiz, chunki bizga kattaroq uy kerak. Men sig'mayapman. Issiqqina buni joyiga tashlaymiz va bo'ldi. Endi mana bu yerni kengaytirish bilan shug'ullanishimiz mumkin. Sizlar esa nima qilyapsan o'zi? Kengaytiryapman. Tushunarli. Nima sig'mayapsanmi? Rostni aytsam, ozgina sig'mayapman. Yomon. Tak, bo'ldi. Mana bu yerni kengaytiramiz. Mana shunchasi bizga yetadi. Shunda do'stlar, o'rtadan devor qilib yashashimiz mumkin bo'ladi. Birinchi qismini esa arendaga beramiz. Ikkinchi qismida esa mana bu yerda biz o'zimiz yashaymiz. Mana bu yer do'stlar, mana bu boshqa gap. Mana shu yerda bemalol yashash mumkin. Biz bu yerda sig'ib ketamiz. Arendaga esa kattaroq joyini beramiz. Mana shu yerdan yopamiz va divanni ham kellar yaqinroq qo'ysak, biz bu yerga kravatni joylashimiz mumkin bo'ladi. Shunda sig'aman narsalarni ham shu yerga olamiz. Ungacha esa bizga bu yerda shisha kerak bo'ladi va albatta eshik o'rnatamiz. Ungacha esa shishani qayerdan topsam ekan? Qiziq. Tak, shishasiz bo'lmaydi, chunki bizga derazalar kerak do'stlar. Derazalarsiz axir xunuk bo'ladi. Xo'p, mayli, menga kerak bo'ladi lopatka va qo'shni. Bu yerda qayerda shisha uchun qum topish mumkin? Qayerda bu yerda suv borligini ham bilmayman. Bu tarafdamida orqa tarafga boy joyga boraverish, shu yerga bo'ladimi? Bo'ladi. Okey. Qani boraylikchi. Umid qilamanki, hozir topa olamiz. Janob mer, meni ancha yillar avval nohaq qamashgandi va men ham bugun chiqib keldim qamoqdan. Men esa uyim yo'qolibdi. Uying yo'qolgan? Isming nima? Mening ismim Brown. Men shu yerda yashar edim, kuznitsada. Kuznitsalar bizda ko'p. Balki qidirarmiz. Bilmasam, o'ylab ko'raman. Iltimos, men nima endi ko'chada qolishim kerakmi? Bomj bo'lishni istamayman. Bo'pti, ketdik. Davay, kutubxonadan surishtiramiz. Katta rahmat janob mer. Hech qisi yo'q. Davay, qani yurchi, faqat qolib ketmada. Xo'p, qolib ketmayman. Katta rahmat. Shoshma hali. Janob kutubxonachi. Menga Brownliga tegishli uylarni qidiring. Brownli bizda bunaqangi qishloqlik bo'lgan ekan. Qoyil. Xo'sh, 16-ko'znitsa. 16-Jennerson u yerda sotilgan-ku. Nima qilamiz endi? Bilmasam, lekin qonunan unga tegishli. Sotilganda nima degani? Mana hujjatlaringiz. Katta rahmat. Ketdik. Nima qilmoqchisiz janob mer? Kutubxonachiga ham katta rahmat. Davay, hozir uyingni tortib olib beraman. Tortib olib berasiz? Chunki sotib yuborganman. Ehtiyot bo'l. Xo'p, tushunarli. Rahmat sizga. Hech qisi yo'q. O'zimizning rejlarga yordam berish kerak. O'yinchilar esa tupurganim bolalarga qoyil. Juda ham vatan inson rejilparvarsizda. Mana shu seni uying. Vau, rostdan ham meni uyim edi. Olasanmi uyingni? Albatta. Men shu yerda yashashim mumkin. Bu yerda narsalarim bor ekan-ku. Qoyil. Gap shundaki, uni sotganmiz. Sotgansizlar? Bu yerda mer turibdi. Nahotki fermam ko'rgan kelgan. Salom janob mer. Salom, seni uying seniki emas. Endi tushunmadim nimaga. Uni haqiqiy egasi keldi. Qanaqa haqiqiy egasi? Sendan avvalgi egasi. Biz uni senga sotganmiz, to'g'ri. Shunga bu meniki, bu aslida meniki. Yo'q, lekin egasi keldimi, demak narxi oshadi. 12,000 $. 12,000 $? Nima qilibdi? Aqlingiz joyidami janob mer? Siz menga xaroba uyni sotganingiz, men uni hozir remont qilib oldim. Qanaqa yana 12,000 $? haqida gapiryapsiz? Iloji yo'q. Menda uncha pul yo'q. Demak, uydan chiqasan yoki majburiy ijroga beramiz. Uzr kechir, bu yuridik jonglyorlik deyiladi. Hali tushunmaysan. O'ynashmagan arboblar urar harbob bilan. Bo'pti, mayli, ko'chib ketaman, lekin
Qaytar dunyo hali, qaytar dunyo. Davay, bo'la qol, ko'chib ket. Ana shu uydan ha, afsus qo'shni, afsus. Ha, jitel. Yomon ekan merimiz. Men esa yaxshi deb o'ylagandim. Men yaxshiman, faqatgina o'zimiznikilar uchun. Sen esa iflos o'yinchisan va Maraz rayonida. Maraz rayonida tushunarli. Mayli, hali siz bilan ko'rishamiz. Nima, sen menga do'q bo'lib saqilyapsanmi? Yo'q, bo'ldi janob mer. Politsiyaga berish shart emas, ketdim. Aha. Do'stlar, mer terpelaga o'xshaydi. Hozir meni ustimda yozib bermasin. Bo'pti, uydan ketamiz, lekin hamma narsalarni olib ketaman. Tak. Aqldan o'tish mumkin, do'stlar. Men bu uyga shuncha pulimni tikkandim, shuncha remont qilgandim. Menga esa shunchaki chiqib ket deyapti. Bu axir adolatdan emas. Mayli, hech bo'lmasa kirkasa bo'lay. Shoshil tezroq bo'lay. Xo'p, bo'pti. Mayli do'stlar, bular nima uchun bunchalik qo'pol? Men axir o'zim sotib olgan uyni. Odamlar bu yerda la'natlangan deyishgandi. Uy tagidan hattoki skelet chiqqandi birinchi qismlarda. Bu yerda esa men shunchaki haydab yuborishdi. Bo'la qolay. Xo'p. Yana deyishlarni-chi. Ha, do'stlar, bu yerda umuman bizni odam qatoriga olishmasa kerak. Tak, keraksiz narsalarni tashlab yuborishga, shunga axlatlarni tashlab ketaman. Mana bu kerak emas, bo'ldi. Tak, magazinni olamiz. Bilmadim nimaga shunchaki suvenir. Xo'sh, bu ham kerak emas. Buni ham otib yuboramiz. Buni bilmadim. Tak, mana bu kerak emas. Bu ramka. Tak, bu yoqqa ramkani suv yonidan topib keldim. Если что, va bo'ldi. Chunki magazinni osib qo'ymoqchi edim. Ha, mayli. Bo'pti, janob mer, ketyapman. Bo'l. Qayoqqa borsam bo'ladi? O'rmondan yuqori bor, qo'shni. Istasang menikida yashaysan. Yo'q, men o'rmonga boraman. Davay, bo'pti, omad. Shu yerda quraveraymi? Ha. Bo'pti. Hali ko'rishamiz siz bilan. Nima? Hech nima. Fermani qoldirib ketishga to'g'ri keladi endi. Chin ursin. Hech qachon qishloqliklarga ishonmanglar do'stlar. Agarda mana shunday ko'chib keladigan bo'lsangiz, yaxshisi o'zingizga uy qurib oling. Mana bunday sotib olmang. Aks holda men ahvolimga tushib o'rmonda uy qurishga majbur bo'lasizlar. Shuncha narsani ko'tarib keldim. Inventariga siqqani albatta yaxshi, lekin o'rmonda qanaqangi uy qurish mumkin axir? Bu yerda yashab bo'lmaydi. Bu yerda sharoitlar yo'q. Mayli, qolgan qutgan narsalardan va ozgina daraxt chopib albatta uy quramiz do'stlar. Hali biz noldan ko'tarilib ketamiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Menga ishonaveringlar do'stlar. Men bu ishlarni 5 qo'limdek bilaman. Qanday qilib noldan ko'tarilishni. Chunki o'z vaqtida o'rmonchi bo'lganman. Sizlarga aytsam, o'rmonchilik ishi oddiy ish emas. U yerda juda ham qiyin ishlash. Undan tashqari konkurensiya. Shuning uchun ham sekinlik bilan nima qilamiz? To'g'ri, yana bitta daraxt tushdi, qoyil. O'zimiz noldan ko'tarilamiz. Afsus. Men esa ishongandim. Mer yaxshi deb o'ylagandim. Bizga огород bergan deya bepulga. Qanday bepulga? Deyarli bepulga, lekin baribir ham. Mayli. Hali do'stlar, axir aytayapman, bu qaytar dunyo yoki o'zimizlardan qasos olamiz. Chunki bu bizning uyimiz bo'lish kerak edi. Jitel mer nima qildi? Shunchaki qanaqadir begona odamga berib yubordimi, bilmadim nima bo'ldi. Shunchaki turgan, demak, unga bermoqchi yoki sotganmi, bilmasam. Egasi degandek bo'lgandi. Mana gap qayerda ekan? Shunchaki jitel ancha yillar avval balki uyini tashlab ketgan. Hozir esa qaytib keldi, "Davay, uyimni beringlar" degan va hujjatlarim bor edi qo'lda. Demak, tushunarli hammasi. Menga shunchaki birovga tegishli bo'lgan uyni sotishgan. U esa birovga tegishli bo'lgan va albatta tashlandiq bo'lgan. Ammo vaqtinchalik va mana egasi qaytib keldi. Men esa shunchaki chiqarib yuborishdi va pulimni ham hech kim qaytarib bermasa kerak. Bunga ishonchim komil. Lekin men merning yoniga boraman. Qaytarib bermasa, pulimni o'g'irlab olaman. Do'stlar, shunaqa bo'ladi. Ya'ni uni emas, o'zimni pulimni bor yo'g'i qancha bergandim? 3300 mi? Ana shu 3300 ni qaytarib olaman. Menga do'stlar pulim kerak. Mana bu ahmoqona o'yinlar emas. Kimdir qaytib keldi, nima deydi? Yuridik jonglyorlik. Do'stlar. Jishin ursin, davay, mana bularni hammasini hozir yopib tashlaymiz va bo'ldi, bu yerdan ketishimiz kerak. Hali men qishloqdagi eng zo'r odamga aylanaman, eng zo'r o'yinchiga. Ana shunda mer ham ko'rib qoladi bularim va butun qishloqni sotib olaman. Do'stlar, o'zimizni o'rmonchilik fermamizni ochamiz va o'rmonchilik fermasini emas, firmasini va qishloqqa daraxtlar sotamiz. Do'stlar, o'zlarining daraxtlarini o'zlariga sotamiz. Qani nima qilishar ekan? Va aytaman men. Mana axir bir vaqtlar meni uydan chiqarib yuborgan deylar va endi men qaytib keldim deb. Mana shunday bo'ladi. Xo'sh, hozir esa bo'ldi. Bularni endi yopishimiz kerak. Mana bunday chiroyli. Tak, menimcha bu yerdan chiqishimiz mumkin. Qoyil. Xo'sh, mana bularni hammasini olamiz va endi kelinglar, sekin-astalik bilan uyimizni chiroyli qilamiz. Uyimiz mana shunday bunker ko'rinishida bo'ladi va pastga ketadigan bo'ladi. Mana shu yerga biz hozir qo'yishimiz mumkin. Pechka verstakni shunda chiroyli bo'ladi. Lekin mana bu yerni yer bilan yopishimiz kerak. Xunuk bo'lmasin. Mana bo'ldi. Hammasi chiroyli bo'ladi. Endi bu yoqqa birinchi navbatda verstak tepaga esa pechka issiq chiqib kelishi uchun ajoyib. Endi esa
Bizga albatta zinallar kerak bo'ladi va zinallarni yemasa bo'lamiz. Axir biz o'rmonchilarimiz, bizning qo'limizdan hamma narsa keladi. Bu qishloqni ham hali sindiramiz. Ha, mayli sindirmaymiz, lekin uni egallab olamiz. Biz bu yerda eng zo'r odam bo'lamiz. Men axir sizlarga aytayapman do'stlar, menga ishoninglar. Mana menga ishoninglar va albatta like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Shundagina 1 millionta obunachi yig'ishimiz mumkin bo'ladi va nima desam ekan, bu qishloqqa bizni albatta qaytib qabul qilishadi, aytishadi. Mana Manbetga hech kim ishonmagandi. Uni esa obunachilari milliontadan oshdi. Uni obunachilari butun qishloq aholisidan ko'p deb. Va biz esa aytamiz, ha, va o'zlariga o'zlari narxlarini sotishni boshlaymiz. Shu bularni ham hozir tepadan qo'yishimiz kerak, chunki devorlar kerak bo'ladi. Uyimiz baland bo'ladi, chunki yer tagida ham yashaymiz, ham ustidan ham ikkinchi qavatni qandaydir qilib biz zashamanich qilib qurib olamiz. Hozir esa taka mana bu yoqqa va mana bizda yana qo'shimcha daraxtlar bor. Xo'sh, mana bu zinalarni qayerga qo'ysam tepaga chiqish oson bo'ladi, chunki hali tom yopganimizda tepaga chiqishimiz kerak. Bo'ldi, endi esa bu yerlarni ham yopishimiz mumkin. Xo'sh, agar joy yetmaydigan bo'lsa, yana keyinchalik kengaytiraman yoki tepadan sklad qilib olamiz. Menimcha umuman olganda yetib borsa ham kerak. Agarda joyni ekonom qiladigan bo'lsak, bemalol mana bunday ikkinchi qavat ham qilib olishimiz mumkin bo'ladi va bu yerni hozir yarim bloklar bilan yopamiz. Chiqish oson va qo'yil 5 tadan bo'ldi va 7, 30 tasi do'stlar, как раз bizning uyni tepasini ob'yemi bo'yicha va yetib ortmaydi. Ha, do'stlar, rovna yetadi, lekin ortmaydi. Tak, mana bularning hammasini qo'yib chiqishimiz kerak, qatorma-qator avaylab, chunki bu bizning uyimiz do'stlar, o'rmondagi uy. Mana shu yerdan boshlanadi hammasi. Hali keyingi videoda bu yerda daraxtchilik bo'yicha biznes ochamiz. Albatta qolgan pullarga stanok zakaz qilamiz va ana shular orqali daraxtlarga qayta ishlab ko'rishadi g'alaba qishloqliklar bizdan. Mer ham ko'radi. Mana bu yerda esa deraza ochamiz. Mana shunday chiroyli bo'ladi, lekin birozgina noqulay bo'lib qoldi. Hech qisi yo'q, hammasini to'g'irlash mumkin. Zinani yoki eshikni ko'chirish mumkin. Tak, buni olamiz va narsalarimizni ham bu yerdan olib ketishimiz kerak. Qo'yil, sandiqlarni qayerga joylashni bilaman. Tak, magazin qolib ketdi. Jennursin, olamiz buni va bo'ldi. Sekin. Undan tashqari zinan tagidan yo'l ochishimiz mumkin. Joy katta yo'l emas, shunchaki narsa saqlashga. Bu yerga qutilar qo'ysak juda ham qulay bo'ladi. Qishloqdan bitta katta qutini olib kelish mumkin. U yerda baribir bekor yozibdi qutilar va uni ichiga tashlanadigan narsalar bizga kerak emas. Bizga faqat katta qutilar kerak. Shularni bu yerga joylaymiz. Hozir esa ungacha mana bu bedside kabinetni qo'yib qo'yishimiz mumkin va albatta xolodilnikni qayerga qo'ysam ekan, mana shundan yo'l ochishimiz mumkin. Buni qaranglar, mana bu yerga qo'ysak bo'ladi. Devor ichida bo'ladi bizda hamma kerakli narsalar. Mana bu yerga televizor qo'yamiz. Qo'yil do'stlar, mana bu meni krutoy ideyam bo'ldi.